Bo'ldi do'stlar, jahon chempionati biz uchun mana shu yerda o'z yakuniga yetmoqda. Jahon chempionatining 3-turida Kongoga qarshi ham 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchradik va O'zbekiston milliy terma jamoasi o'zining ilk debyut mundialida K guruhdan o'rin olgan holda Portugaliya, Kolumbiya va Kongo terma jamoalariga qarshi 3 ta mag'lubiyat va 2 ta gol urgan holda turnirni tark etmoqda. Umuman olganda Kongoga qarshi bizda umid bor edi g'alabadan. Menda shaxsan birinchi bo'limdan keyin biz ajoyib o'yin ko'rsatgandik, zo'r gol urgandik, birinchi golni o'zimiz urdik, lekin Kongo ikkinchi taymda qo'shdi va ular haqli ravishda 3-1 hisobida g'alabani qo'lga kiritmoqda. Haq bo'lgan jamoa bu uchrashuvda g'alaba qozondi. Tan olishimiz kerak. Ha, birinchi bo'limda zo'r o'ynadik, lekin Kongoni ham biz play-offga chiqish ishtiyoqi yuqori bo'lgan holda g'alabaga loyiq o'yin ko'rsatganini e'tirof etishimiz kerak. Nima ham derdik, milliy terma jamoamiz uchun mana shunday yomon, omadsiz debyut bo'lyapti. Endi qolgan turnirlarda milliy terma jamoamizga omad tilaymiz. Bu yoqga bizni Osiyo Kubogi kutyapti yanvar oyida.